bittagina pasport boshlang'ich to'lovi bo'ldi. 50 million chegirmasi bor. 3 kishilik, jami 7 kishilik avtomashina hisoblanadi va orqada ham katta bagaj bor. Farqi korobkasi Tiptronic bo'ladi. Mexanikaga o'tkazmay desangiz ham bo'ladi. Orqa kamerasi bo'ladi. Premium komplektatsiyada 370 graduslik kamerasi bo'ladi. Bu 70 million bilan ochib ketsak bo'ladi bemalol. 70 million bilan bemalol olib chiqib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Sun modellaridan 500 T77, 500 B70, BAV M7 hamda Jitur X90 Plus va ba'zi avtosalonlarga o'xshab eng chegirmali deb turib, ustiga mindirib, keyin shuning hisobidan bonus qilib berish unaqa narsa bo'lmaydi. Uverenni aytamiz, har qanday любой ustangizni keltirib, tekshirtirib ko'rishingiz mumkin. Avtomashinamiz haqida aytayotgan ma'lumotlarimiz to'g'riligi bo'yicha. Ekstreniy viziv ham bor. Ana buni qarang. Splashnoy yonadigan svetodiod ko'rinishini qarang. Bitta ham xitoycha yozuvi yo'q ekan. Hammasini aytib beradi. To'g'ri. Mana 1.5 turbina dvigatel, 4 porshinli bo'ladi. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta Buxorodamiz, ya'ni mashina bozorida yo'parasidamiz. Qaranglar, Buxoro mashina bozori yo'parasida mana ko'rib turibsizlar. Bestun avtosalonidamiz. Bizga yangilik bo'ladi, obunachilarimizga ham yangilik bo'ladi. Agarda siz ham mana shunaqa mashina xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastda ko'rsatilgan raqamlarga Afsona TVdan qo'ng'iroq qilaman deb chiqinglar, chiroyli narxlarda bo'ladi. Hamma uslugalar bor, bu haqida to'liq ma'lumotlar beramiz. Bu mashinalar mingan insonlar o'zi biladi. Minmaganlar ham o'zi biladi. Bo'lmasa videoni boshladik. Tak, Buxoro mashina bozorini yo'parasida mana ko'rib turganlaringdek Bestun avtosaloni. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Sog'lig'inglar yaxshimi? Rahmat, o'zingiz. Nima gaplar endi aka? Yaxshi keldingiz. Ha, rahmat aka. Assalomu alaykum. Afsona TV kanalini kuzatuvchilari, hurmatli podpisчикларimiz. Bugun bizda Afsona TV kanalida Buxorodagi Bestun Buxoro avtosalonidan video obzor bo'ladi. Avtosalonimizdagi qulayliklar, mashinalarimiz haqida ma'lumotlar, xarakteristikalari, to'lov usullari hammasi xudo xohlasa video davomida aytib boramiz. Faqat videoni oxirigacha ko'ring, o'tkazib yubormanglar va albatta videoga like bosib, obuna bo'lish tugmasini ham bosib qo'yinglar. Eng qiziq aka, bu yerda avtosalonni izlab kelgan odamlar umuman adashib qolmaydi ekanda. Yo'q, bitta renter. Chunki bitta renter, raza yo'parasi hamda qarang, yo u yoqroqda yo bu yoqroqda bas. Mashina bozori raza to'g'risida ko'rib turganlaringda akalar. Endi qanaqa mashinalarimiz bor aka bu yerda? Hozirda avtosalonimizda 500 modellaridan 500 T77, 500 B70, BAV M7 hamda Jitur X90 Plus va 212 modellarimiz ham shartnomalar asosida kelyapti aka. To'lov usullari qanaqa? To'lov usullari rassrochka, imtiyozli avtokredit, standart avtokredit va naqd pulga bemalol xarid qilib ketishlari mumkin bo'ladi. Trading xizmatimiz ham bor. Ya'ni hozirda minib yurgan mashinangizni olib kelasiz, bozor narxida hisoblab olamiz va bemalol yangisiga almashtirib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin bas. Bo'lmasa obzor qilamizmi aka? Marhamat. Ichkaridan, ha? Gap yo'q. Lekin kun Buxoroda juda issiq ekan, ha? Qaranglar, har xilidan bor mashinalarni. Bundan boshlaymizmi aka? Albatta, kirib kelishingiz bilan aka, birinchi modelimiz 500 B70 2025-yil restyling bo'lgan varianti. 500 B70 ko'rib turganingizda ikki xil komplektatsiyada ishlab chiqariladi. Biri aynan 500 B70 1.5 turbina dvigatel va xuddi shu ko'rinish, faqat ob'yom dvigatel kattaroq, 2 turbina 224 ta o't kuchi bo'ladi. Bunda esa 169 ta o't kuchi bo'ladi. Avtomashinamiz 5 kishilik, uzunligi deyarli 5 metr, 18 razmerli diska balon, protektorning qalinligi 50 bo'ladi. Tormoznoy sistemalarini bitta ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Двухболтный ABS, samoохлаждающий, ya'ni o'zini o'zi sovutadigan, tormoz berganda qizib ketmaydi. Бесключевой dostuplari bor, 360 gradus kamera, adaptivniy cruise control, samoторможение, полоса удержания funksiyalari ham bor. Va eng qizig'i, bizni obunachilarimiz birinchi marta ko'rib turgan bo'lishlari mumkin. Shuning uchun uverenni aytamiz, har qanday любой ustangizni keltirib, tekshirtirib ko'rishingiz mumkin. Avtomashinamiz haqida aytayotgan ma'lumotlarimiz to'g'riligi bo'yicha. Avtomashinamiz Aysin 7 pog'onali avtomat korobka bilan jihozlangan. Avtomashinamizni korobkasi tezlikka buzilmaydi. Buzilgan taqdirda ham 80 km zapas xodi bo'ladi. Ustaxonagacha bemalol boradi. Qo'shimchasiga bu garantiya asosida bo'ladi hamma narsasi. Avtomashinamizning o'ziga 3 yil rasmiy kafolat yoki 120 ming kilometr. Kattagina lyuki bor. Panorama ekan aka. Panorama, salon ichini ko'rdingiz aka. Eko koja, terlatmaydigan perforatsionli bo'ladi. Salon ichida o'tirganingizda nimalar bor? Elektrousilitilli rul,
demak multifunksional bo'ladi, panoramasi bor. Hattoki mana bu funksiyasi ham bor, 911 deydi-ku, ekstremniy viziv. Ekstremniy viziv ham bor. Albatta ishlaydi aka. Eng asosiysi avtomashina o'zimizni Sirdaryoda Asaka Motors zavodida yig'ilyapti. Bu nima degani? Bu degani zapchast hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ustalari topiladi, spetsialistlari bor. Bu haqida yana video davomida batafsil tushuntirib o'tib ketaveramiz. Avtomashinamizning o'zining tan narxi 305 million so'm. Hozirgi chegirmadagi narxi 255 million so'm. Atigi 255 million so'mga siz bemalol o'zimizning GMni Malibusiga o'xshaydigan, undan ko'ra komforti ko'p, undan ko'ra ходовой yumshoqroq bo'lgan avtomashinani xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Bitta orqa qismini ham ko'rsatib o'taman. Bitta mana svetodiodlarni yo'q ko'rsatamiz. Aka bitta ko'rsating. Ana buni qarang. Splashnoy yonadigan svetodiod ko'rinishini qarang. Bitta ham xitoycha yozuvi yo'q aka. FAV Group tomonidan ishlab chiqariladi. Avtomashinamiz bagaji liftback hisoblanadi, ya'ni orqa labovoy bilan birga ochiladi. Bitta buni ham ko'rsatamiz. Tekis bo'ladimi? Offshore ochiladi, to'g'ri? Splashnoy ochiladi aka, mana. Mana. Splashnoy ochiladi va mana solishtirish uchun aytaman, mani bo'yimni uzunligi 1.75, mana tizzamni bamperga yopishtiraman. Egilganimda ham qo'lim oxiriga yetmaydi. Kattaligini solishtirish uchun aytyapman. Keng ekanda bu o'zini qo'yadi. Juda keng, mana bagaj zapaskasi bo'ladi. Bemalol buni o'rniga propan ham, metan ham o'rnatsalaringiz bo'ladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Avtomashinamiz hozirda juda ham ko'pchilik talab kuchli avtomashinamizga bemalol kelib hozirgi chegirmali narxlarda shartnomalarni olib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Va bitta eng qiziq joydan o'tib ketdik. Avtomashinamizni bitta kapot ostini va oldin dizaynini aka bitta ko'rsating. Mana bu yerda lentasi bor, logotiplari bilan yonadi, proyeksion optik linzalari, palasa chizib beradi. Xudo xohlasa avtomashinamiz hech qanaqa o'ltirib qo'ymaydi. Aka o'zingiz mashinangiz qanaqa hozir? Tracker. Bitta aka ko'tarib ko'ring, kuzov farqini ko'rish uchun. Xolisona ayting aka. Og'ir ekanmi? Og'ir, juda og'ir. Buni kelib aytdim-ku, har bitta gapimizni agar o'zingiz mashinani uncha yaxshi tushunmasalaringiz agar, bitta o'zlaringiz bilan mashinani zo'r tushunadigan usta bo'lib kelsalaringiz agar, hammasini aytib beradi. To'g'ri. Mana 1.5 turbina dvigatel, 4 porshinli bo'ladi. Ichi seplik bo'ladi, o'zi chugun. Turbinasi bu bo'ladi. FAV Groupning logotiplari bor. Motorda ham bor ekan, aka. Kuzov, mana akkumulyatorda ham bor ekan. Akkumulyator hamma joyi detalli. Bitta joydan ekanda, aka, hammasi. Hammasi bitta joydan. Hali yig'ma bas ag'dan-bag'dan kelmaydi ekan, to'g'rimi? Shunday. Faqat korobka ходовой Germaniyaniki, motor Toyota Rush bilan bir xil, aynan Toyota Rushga ham FAV Group tomonidan ishlab chiqariladi. Bemalol avtomashinani kelib, ko'rib, test drive qilib, ma'qul bo'lsa, xarid qilib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. To'lovlari qanaqa endi aka buni? Avtomashinamizni har qanday to'lov usulida xarid qilsangiz bo'ladi. Rassrochka asosida, imtiyozli avtokredit, standart avtokredit hamda naqd pulga bemalol olib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Nech pul olib chiqib ketaman mana shu? Boshlang'ich eng kamida 70 million so'm bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Buni? Shuni 70 million bilan olib chiqib ketsak bo'ladi, bemalol. 70 million bilan bemalol olib chiqib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Hech qanaqa muammosi bo'lmaydi. Kelasiz. Qancha muddatda? Qancha muddatda olib chiqib ketaman? Muddati yarim kun aka. Biz boshqa salonlarga o'xshab 1 soat, yarim soat, 10 daqiqa deymiz. Realniy. Kelasiz yarim kun. Bu degani 5 soat, 6 soat ish kunini yarmida bemalol olib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Nimaga vaqt buncha ko'p ketishi mumkin? Ishimiz bank orqali bo'ladi. Operatsiyalarni bank orqali bajaramiz. Bankni bazasi ishlamay qolib ketishi mumkin. Sizning rejalaringiz buzilmagan holda biz zazor bilan aytamiz. Ya'ni 2 soat qo'shimcha vaqt bilan aytiladi. 2 soat, 3 soatda bitadigan vaqtni 4 soat, 5 soat deymiz. Oldinroq bitsa siz xursand bo'lasiz. Bir shaharda ham aylanib bu xonada aka. Bitta ob'ekti bizadan. Qarang, bu nima bu? Nechta pozitsiya bor bu? Yo, bitta shunday o'zimi pozitsiyasi? Pozitsiya bir xil, komplektatsiya ikki xil, faqat dvigatelda farq. Motorda farq qiladi. 1.5-2 bo'ldi. Boshqa hech qanaqa farqi yo'q. Gap yo'q. Bu-chi bu aka endi? Keyingi modelimiz aynan 500 oilasidan 500 T77 ko'rib turganingizdek 500 B70 bilan dvigateli bir xil. Ya'ni faqat 1.5 turbina dvigatel 169 ta o't kuchi bor. Avtomashinamiz crossover 5 kishilik 18. Bu ikki xil komplektatsiyasi bor, ikki xil pozitsiyasi bor. Birinchisi luxury pozitsiya, mana bu ikkinchisi keling aka birdan aytib ketaylik. Ikkinchisi premium komplektatsiya.
farqi nimada deyishlaringiz mumkin. Albatta. Farqi birinchi pozitsiyada, o'zimiz tilda aytganda pozitsiya. Luxury komplektatsiyada faqat orqa kamerasi bo'ladi. Premium komplektatsiyada 370 graduslik kamerasi bo'ladi. Bu fullroq ekan. Bu fulli, krugovoy. Ikkinchi pozitsiyasi krugovoy obzor qiladi va 19 razmer diska, 45 protektor, 225 ga 45. Bunda esa 18 diskasi bo'ladi. Dizayni ham boshqacharoq bo'ladi. Diskani razmeri ham nimasi ham boshqacha ekan, a? Xuddi shunday. Boshqacharoq bo'ladi. Atak salon interyer, ikkalasi ham lyuk bor, ikkalasi ham saloni kojinli salon bo'ladi, sportivniy ko'rinishga ega. Marhamat, o'tirib ko'rsatamiz. O'tirganingizda nimalar bor? Xuddi hozir B70 modelga nimalar bo'lsa, hamma funksiya shunda ham bor. Aynan bir xil narx tomonlama ham, dvigatel tomonlama ham, ходовой tomonlama ham bir xil. Faqat bittagina farqi, bittasi sedan, bittasi crossover. Kimgadir sedan yoqadi, kimgadir crossover aytadi-ku. Kimgadir yoqar atirgul, kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shaydosi deydi. Shunday. Bir xil aka, panoramli lyuklarini ko'rishingiz mumkin. Kattaroq bitta yoqib ko'rsatamiz. Mana monitori ham dahshat ekan, qarang. Monitori splashnoy. Iya qarang, mashina undan o'tib, bundan chiqib ketyapti. Shunday. Bir xil qotmay ishlaydi. Mana elektronli rul. Bitta qo'lda boshqaraversan-da. Bitta barmoqda ishlatsangiz ham bo'ladi. Klimat kontrol zonalari bor va farqi korobkasi tektronik bo'ladi. Mexanikaga o'tkazmay desangiz ham bo'ladi. Mexanikaga ham o'tkazsa bo'ladi. Ekonom, sport, standart rejimlari bor. Hech qanaqa muammosi yo'q. Obshivka qismlari ham polniy kojinli bo'ladi. Mashinani ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa kamchiligi bo'lmaydi, xudo xohlasa. Va eng asosiysi, biz maqtamaymiz qaysidir brenddan zo'r, qaysidir brenddan kam. Eng asosiysi o'rtoqlar puliga arziydigan mashina. 255 million so'm. Mana shu gapimni videoni boshda qo'ysangiz ham mayli, uverin aytaman. 255 million so'mga O'zbekiston bozoridagi har qanday crossoverdan zo'r. Bu. Xarakteristikasi bo'yicha ham, texnik parametrlari bo'yicha ham, narxi bo'yicha ham, komforti bo'yicha ham sindiradi. O'zbekiston bozoridagi har qanday crossoverdan zo'r. Bu gapimga ishonmaydiganlar bo'lishi mumkin. Boshqa brendning fanatlari, boshqa brendni yaxshi ko'radigan odamlarga bu gapim yoqmasligi mumkin. Kelsalaringiz, ismim Sherzod, shu 5 Qora avtosalonda bosh menejerman. Uchrashsalaringiz, o'zim bitta solishtirib isbotlab beraman. Gap isboti bilan bo'ladi bizada. Avtomashinalarimizni eng qiziq joyi narxlari. Avtomashinamiz birinchi pozitsiyasi tan narxi 305 million so'm, ikkinchi pozitsiyasi 311 million so'm. Lekin siz hozirda chegirma asosida 255 million so'm, 260 million so'mga bemalol xarid qilib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Bizda 50 million chegirma bo'lyapti shunda? Shunday. 50 million chegirmasi bor. 50 million chegirma qo'yasizlar. Gap bo'lishi mumkin. Bitta mashinani pulini akalar shu chegirma qo'yadi. Bir normal sparka olsa bo'ladi. Bemalol. To'g'rimi? Albatta. Bitta emas, ikkita mashina olib ketadi. Yoki boshqa ishlarni qilsa ham bo'ladi. Mashinamiz hozir naqdga, nalishga turibdi, to'g'rimi? Nalichida bor. Tegishlardan bor nalichida. Ranglari-chi aka? Ranglari hozircha faqat kul rang bilan qizil, oxirgi kelgan partiyalar, xudo xohlasa, yangi partiyalarimiz aprel oyi boshida keladi. Unda xudo xohlasa yana yangi oq va qora ranglaridan ham qo'shiladi. Hozirgi bo'lmagan demoqchiman. O'zi birinchi paydo bo'lgani oq va qora rang edi. Yo'q, aka, bularda hozir rasulga bor dedingiz. Imtiyozli kredit bor dedingiz. O'shalar ham nimasini tushuntirib olasizmi? Masalan, u imtiyozli kredit qana bo'ladi? Shularni bir tushuntirib bersangiz aka. Masalan, imtiyozli kredit qana bo'ladi, standart kredit qana bo'ladi? Bitta farqini aytib ketamiz boshidan, chunki bu narsani chiqarganimizdan keyin negativ odamlar bo'ladi. Negativ yozishmasliklari uchun boshidan aytib ketamiz. Imtiyozni bir marta qo'lga kiritasiz. Yo imtiyozli narxida olasiz, yoki imtiyozli avtokredit asosida olasiz. Bu nima degani? Siz kelib standart avtokredit asosida xarid qilaman desangiz, mashinani chegirmali 255 million so'm narxida olishlaringiz mumkin bo'ladi. Agar yokida siz kelib imtiyozli kredit asosida olaman desangiz, mashinani o'zining tan narxi 305 million so'mga hisob-kitob aylanadi. Do'stlar, shuni ham hisobga olinglar, ulgurib qolinglar. Hisob-kitobini qancha boshlang'ich to'lovingiz bor, qancha muddatga kerak, sizga shu qiziq bo'lsa agar, pastda telefon nomerlar qoldirilgan, bemalol telefon qilsalaringiz, menejerlarimiz shaxsan sizlarga tushuntirib o'tib ketishadi. Yo'q ekan akalar. Xo'p, bu avtomobillarimiz qanaqa endi? Bularni ham sotamizmi, bular ham? Albatta. Mikroavtobuslar,
mikroavtobuslar BAO M7 modeli minivan, Aha. 7 kishilik, avtomat korobka, abduf, abagrev, klimat kontrol, cruise kontrol hammasi bor aka. Bularda? Start-stoplarigacha bor. Mana Start stopigacha bormi? bitta ko'rsatib o'ting. Salonni qaranglar akalar. Elektropaket. Ham sovutadi akalar, ham isitadi akalar. Elektronika polni. Sidinlarni ko'ryapsizlar mana. Korobkalari avtomat, tiptronik bo'ladi. Ham mexanika, ham avtomatga o'tkazib haydasa bo'ladi. Monitorlari bor, cruise kontrollari bor, klimat kontrollari ham bor. Hech qanaqa inomarkadan farqi yo'q. Bu kimlar uchun? Asosan sayohatni sevuvchilar uchun, oilaviy yuruvchilar uchun va eng asosiysi shaxsiy biznesi borlar, mehmonxona, xususiy maktabda ishlaydigan odamlar uchun. Ikkinchi qatorimiz kapitanskiy sidenalar bo'ladi. Orqa zonasida ham klimat kontroli bor va orqasi 3 kishilik, jami 7 kishilik avtomashina hisoblanadi va orqada ham katta bagaj bor. Bemalol 7-8 ta chamadonni sig'dirsalaringiz bo'ladi. Kapitanskiy ekanda bu aka, to'g'rimi? Kapitanskiy, komfort, hech qanaqa boshqa inomarkalardan kam joy yo'q. Bitta bagaj qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Bittasi avtomat, bittasi mexanika ekan mo'ljalda. Bittasi avtomat, bittasi mexanika, narxiga shunga farq qiladi. Oho. Bagaj qismini bitta ko'rsatib o'ting. Qaranglar, akalar qancha joy qolyapti mana. Mana shuncha joy qolyapti. Haligi turizm bilan ishlaydiganlarga juda bop ekanda bu, qarang ha. Shunday. Kim turizm bilan ishlasa, orqada bemalol. Endi aka turist bo'lgandan keyin komfortni yaxshi ko'radi. Albatta. Bu masalan, bizni o'zbekka o'xshab, men ketdim, oshnam minib ketsin shu mashinaga emas. O'zini o'ylaydi, komfort zo'r bo'lsin, bo'ldi. Boshqa hech narsa qiziqtirmaydi. Puli ham qiziqtirmaydi keraksa. Bizga misol yo'nimizda o'tiribmiz, qo'limizda yukimiz bo'lsa, yukimizni quchog'imizga olamizda shu yoqqa oshnam o'tirsin deymiz. Bizga to'g'ri keladigan variant 11 kishilik D kategoriya bilan mexanika korobkaligi bor. O'lchamlari bir xil, hech qanaqa farqi bo'lmaydi. Faqat bunda 3 qatorli, bagaji kichikroq bo'ladi. Diska. Korobkasi avtomat emas, mexanika. Mexanika. Hech qanaqa boshqa farqi yo'q. Narxchi? Narxidagi orasidagi tafovut 40 million so'm. 40 million so'mga unisi qimmat. Ya'ni avtomashinamiz BAO'ni hozirgi narxi 385 million so'm qorasi, bunisi bo'lsa bemalol 340 million so'mlarga xarid qilsalaringiz bo'ladi. Bu avtomashinaning chegirmasiz narxi. Standart avtokredit yoki naqd pulga xarid qilaman desangiz agar, avtomashinamizni 287 million, avtomashinamizni 325 million so'mga olib ketsalaringiz ham bo'laveradi. Ana bo'lmasa. Bitta shuni ham salonni ko'rsatay aka. Motor 2 lik bo'ladi bularda aka. 2 atmosferni. 2 atmosferni bo'ladi, qaranglar. Mexanika so'raganlarga mexanika, ya'ni laboyi bilan o'ynaklari, ya'ni bakovoylari qiziydi ekan. Endi tumanli kunlarda sidinlarni ham ko'ryapsizlar, mana qanaqa. Xolagan sariq rang, qizil rang farqi yo'qmi? Farqi yo'q. Bo'rini top beramiz aka. Bor a. Qo'shimcha sidinalar bor ekanda yonida menimcha. Yonida qo'shimcha shuni hisobiga ikkita qo'shilib qolyapti, 9 talik bo'lsa. Ikkita bilan 11 kishilik hisoblanadi. Shuning uchun D kategoriya kerak bo'ladi aka. Bitta motorni ko'ramizmi shuni aka? Keling aka. Diskalarni ham ko'ringlar aka, razmerda farqi ham bor akalar. Buni diskasini ko'ringlar, unikini ko'ringlar. Dizayni. Resor. Mana. Lekin uzoqdan minib kelsangiz juda ham bu bagatiy ko'rinadi akalar, qaranglar. Qanaqa? Mashina. Ko'rinishi, vidi boshqacha, abrisovkalari boshqacha. Tumanka, led hamma yo'g'i bor. Bu nima bo'ladimikin aka? O motori sepli bo'ladimi? Sepli aka, hamma mashina ham sepli aka. Sepli. Avizlari. Avtomashinamizga 3 yil rasmiy kafolat yoki 120 ming kilometr har biriga, hammasiga. Faqat shunga emas, hammasiga 3 yil rasmiy kafolat, 120 ming kilometr. Yokida qaysi biri birinchi kelsa, o'sha muddat zapchas muammo emas. Hamma masala, hamma zapchaslarini bir deganda hal qilib beramiz. Hech qanaqa muammosi yo'q, chunki avtomashinalar o'zimizda sborka bo'lyapti hozir. Aynan 5 shun ham, BAO brendlari ham o'zimizda. Bir 100 million bilan olib chiqaramizmi aka buni? Bemalol. Boshlang'ich 25-30% bo'lsa bo'ldi aka. Hammasini 25-30% bilan olib chiqsangiz bo'ladi. Hech qanaqa muammosi yo'q, masalasi yo'q aka. Keyingi modelimizga bitta o'taylik aka. Keyingi modelimiz Jitur oilasining eng mashhur modellaridan, eng zo'rlaridan Jitur X90 Plus. Bundan faqat bizda bor. Buni uverin aytamiz. Hech kimda yo'qmi? Yo'q. Faqat bizning avtosalonimizda bor aka. 90 plus, Jitur X90 plus model. Boshqa Jiturlarda ham yo'qmi? Yo'q, Jitur avtosalonini o'zida ham yo'q aka. Mana bu. So'nggi chiqqan modellardan 2024-yil ko'pchilik aytish mumkin bu yurgan. Bu yurmagan do'stlar. 0 probeg. Faqat
oxirgi chiqqan Jitur 290 shoshilamiz atigi 2 dona qoldi. 2 dona. Boshqa yo'q 2 dona mana ko'rishingiz mumkin. 1.6 turbina dvigatel, 197 ta o't kuchi, full komfortda. Qanaqa komfortga? Pamyat sidena, abduf, abagrev, massaj sidenalar, cruise control, hamma narsa bor. Gap yo'q. Korobkalari ham Tiptronic. Qarang, bu 7 kishilik oilaviy crossover. O'zbekiston buni ob-havosiga moslashgan, to'g'rimi? Albatta, hech qanaqa masalasi yo'q bunda. Buni ko'pchilik aytish mumkin, dubayskiy versiyalari bor. Bu dubayskiy emas, aynan O'zbekiston uchun chiqarilgan. Mana o'zi yozib qo'ydi. Ham chidamli. O'zbekistonlik. Ha, o'zbek versiya Xitoydan O'zbekiston uchun chiqarib yuborilgan. Orqalari ham qiziydimi? Yo'q, orqasida ham. Qarang, kengligini qarang, orqani. Orqasining kengligini qarang. Juda ham keng ekan-a? Haqiqatan ham. Ham Baland, zo'r, gavdali 20 razmerli diskalar 255 ga 45. Ana buni qaranglar. Orqa bagaji endi elektropaket bo'ladi, buni bilasizlar. O'zi 90 plus ekan bu, ha? 90 plus bu aka. 7 kishilik. 7 kishilik varianti. Endi ana 7 kishi agar 7 kishi yo'q desiz, bagaj kerak desangiz agar, testlenani yotqizasiz, pastga qarab yotadi bu va bemalol bagaj qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Nargisi yotsa tekis bo'ladi. Ha, tekis bo'ladi. Divan bo'ladi. Shuni. Xuddi shuni. Mana aziz obunachilar, ham dam olib ketsangiz bo'ladi, ham ishlatsangiz bo'ladi, ham eng qizig'i oilaviyda bu. To'g'rimi? Uncha bunchaga hali nimadan tushmaydi, modadan tushmaydi. Ham baland, teng bo'lib. Hozir yili necha buni unda? 24. Eng oxirgi chiqqani. 24 bo'lsa, texpasport 26 bo'ladimi? Ha, oform qilgan yili 26 bo'ladi. 26 bo'ladi, to'g'ri. Faqat kuzov 24 gacha turibdi, ha? Kuzov 24. Narxi qanaqa endi buni aka? Avtomashinamizni hozirgi aktual narxi, demak, 400 million so'm, bemalol naqd pulga yoki kreditga kelgan vaqt 339 million so'mga, 61 million arzoniga bemalol xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Avtomashina bilasizlar chiqqan vaqtida, toza O'zbekistonga kirib kelgan vaqtida 450-460 million so'mga 45 ming dollar bo'lgan. Eng arzon bo'shda kirib kelgan vaqt sotilgan 450-460 million. Bemalol hozir 339 million so'mga 5 so'm Buxoro avtosalondan xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Sizdan kerak bo'ladigan narsa nima? Bittagina pasport, boshlang'ich to'lov bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Qarang, hozir viloyatlardan keladigan bo'lsa, men o'zim ko'p obunachilarim kelyapti-da viloyatlardan. Endi masalan, narx ma'qul kelsa, u yerda chekkasidan bo'lsa ham keladi-da aka. Hali turar joy degan masala bo'ladi-da. Masalan, kelgandan keyin bugun ishal bo'lmay qoldi. Bir qanaqadir nima ham qilamizmi? Masalan, gostinitsa bo'yicha. Gostinitsa xarajatlari, 3 mahal ovqati, ishi bitgungacha bo'lgan kerak bo'lsa, ovqati xarajatlari avtosalonimiz tomonidan qo'shib beriladi. Gap yo'q lekin aka. Bo'lish mumkin emas. Hurmat qilib kelganlarni biz ham hurmatini o'z joyiga qo'yamiz, xudo xohlasa. Bundan tashqari kelib shaxsan o'zimga uchrashsalar, Sherzod akani ko'rib keldik desalar agar, har qanday xarid qilgan mashinalar uchun 2 ta 3 tagacha bo'lgan bonuslarni qo'shib beramiz. Ana, qo'shimchasiga. Shunday, ba'zi avtosalonlarga o'xshab, eng chegirmali deb turib, ustiga mindirib, keyin shuni hisobdan bonus qilib berish, unaqa narsa bo'lmaydi. Price listni ko'rsatamiz, bizdan arzonni topsalar agar, undan ham tushirib beramiz. Eng oxirgi narxiga plus bonuslar bilan olib ketsalar bo'ladi. Ana bo'lmasa akalar, haqiqat bor narsani aytib qo'ydi. Endi tanlash imkoniyati sizda bo'ladi. Xohlasangiz mikroavtobus, xohlasangiz mana sedan variantdan ko'rsating, xohlasangiz mana otangizga, onangizga mana sovg'a qiladigan darajada mana bunaqa bandliklar bilan qilib beramiz kerak bo'lsa aka, xudo xolasa. Hamma narsasi bilan. Gap bo'lishi mumkin. Hamma narsa mijozlar uchun, mijozlar foydasi uchun. Videoda unda aytib ketamiz, aka, bizning avtosalonimizda 212 model ham bor. 212 brenddan T01. Faqat hozircha bozor tez bo'ldi, aka, ulgura olmay qoldik. Keyingi partiyalar kelsa, xudo xohlasa, yana sizni chaqiramiz. U uchun alohida, отдельно bitta eksklyuziv Afsona TV uchun bitta video ishlaymiz aka, xudo. Отдельно qilib aka. Отдельно. Gap bo'lishi mumkin bas. Akalar, pastda ko'rsatilgan raqamlarga Afsona TVdan qo'ng'iroq qilaman deb chiqinglar. Chiroyli ma'lumotlarni, mana xohlagan mashinangizni siz istalgan to'lov asosida bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Xudo xolasa obunachilarga chiroyli narxda qilib berasiz. Bonus 3 ta bonus aka. Hammasi gap. Shu videoni ko'rib, Afsona TV nomidan Suhrobbek akamiz nomlaridan kelsalar agar, kafolatlangan bonuslarni shaxsan o'zim qilib beraman. 60 million chegirma. 61 million. 61 million chegirma. Bunga necha million chegirma deysiz? 50 million so'm chegirma. Bunga 50 million chegirma. Rostmi? Ha, yo'q, rost aka. Men yolg'on emas-ku. Yolg'on narsani aytmaymiz internetga aka. Haligi barxaga yolg'on gapirib chaqirib oladi-da aka. O'shancha so'rayapman. Mana shu videoni ko'rib, saqlanib qilib qo'ysinlar. Kelgan vaqt qilib bermasa agar, mayli internetga chiqib aytsinlar yolg'onchi ekan. Ro'zi bizda. Servis xizmatlari ham bor ekan bu yerda. Ha, keling, bitta zapchastlarni ham aytib o'tamiz. Yo'q lekin mana.
Zapchast Servislar bor aka. masalari ko'rgazma uchun qo'yilgan. Aha. To'rtta uzun- Asosiy kerak bo'ladigan. Asosiy kerak bo'ladiganlari bu. Boshqa katta detallar, masalan, korobka, zapchast motorlari, korobka, boshqa detallari o'zimiz boshqa skladimizga u bilan ham bitta video qilamiz. Orqa tomonda aynan servisimiz joylashgan. Kelib ko'rsalar, agar asosiy hadovoy kerak bo'ladigan, ko'p ishlatiladigan detallardan top beramiz. Kattalarini bo'lsa kirib o'zlari tanlab olishlari mumkin bo'ladi. Ana bo'lmasa akalar, hamma ma'lumot o'zlaringda qoldi. Yana bitta savol aka, nimaga bu hammasini bu tonirovka bo'lgan oldi? Endi ko'rgazmada aka, showroom uchun. Mana shu holatda bo'ladigan maqsadda keyin bu obunachilarni bar savol beradi. Mana shu aytilayotgan turgan narx ichida bular bo'ladimi? Parogmi? Parog, setka, tonirovka Aslida bo'lmaydi. bo'lmaydi. Aslida bo'lmaydi. Avtomashina stok ko'rinishida, Aha. demak, tonirovkasi, parogi, setkasi, poligi hech narsasi bo'lmaydi. Pustoy bo'ladi, to'g'rimi? Pustoy keladi aka, lekin sizlar uchun xohlasalaringiz hammasini qilib beramiz. Gap yo'q. Faqat bizni hurmat qilib shuncha joydan kelgan mijozlarga biz ham hurmat qilib beramiz. To'g'ri tushunsalar shu narsani bo'ldi. Gap yo'q aka.